Assalomu alaykum. Bizni yaqindan kuzatib yuruvchi do'stlarimiz. Men bugun sizlarga klinikamizda 3D rentgen, ya'ni kompyuter tomografiyasi haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Bu 3D rentgen apparatimiz Yaponiyaning Marita brendiga tegishli bo'lib, biz bu apparatni klinikamizga 2018-yil o'rnatganmiz. 3D rentgenni oddiy rentgendan farqi, rentgen qilganimizda biz bir marotaba hamma jag'dagi, hamma barcha tishlarni ko'rishimiz mumkin. Suyakdagi o'zgarishlarni, tish atrofidagi o'zgarishlarni, bolalarda sut tishlari bilan doimiy tishlar almashinuv davridagi o'zgarishlarni, prikusini, implantologiyada kelganimizda biz suyak hajmini, implant qo'yish sonini, masalan, nechta implant qo'yishimiz mumkin sizni shu jag'izga, ularning soni, diametri, o'lchovlarini batafsil ko'rishimiz mumkin. Terapiya nuqtai nazaridan, ya'ni davolashda kelganda bemorlarimiz, biz uni qo'shimcha ildizlarini, qo'shimcha kanallarini ko'rishimiz mumkin. Shundagina bizning diagnozimiz, davolashimiz o'ta yuqori darajada sifatli kechadi. Asosan o'z yoshlarimizda juda muammo bo'lib kelmoqda, tish qiyshiqlarligi juda ko'paymoqda. Biz shunda ham 3D, bizda TR ga ham bo'sh, imенно shu Marita rentgenimizda 3D, TR da biza aniq diagnostika bilan plan lecheniya, ya'ni davo rejasini tuzib, ketma-ketliklarni belgilab bera olamiz. 3D rentgen apparatimiz stomatologiyani barcha yo'nalishida kerak bo'ladi. Masalan, tish qo'yishga, ortopedik stomatologiyada patsientlarimiz tish qo'ymoqchi bo'lsa, biz ularda konstruksiyalarni qanday to'g'ri tuzishni, qaysi konstruksiyalar bilan bemor uzoq yillar davomida o'sha tishiga xizmat olishini belgilab bera olamiz. Bizda patsientlar murojaat qiladi boshqa tishlarga asosanda, masalan, o'ng tarafdagi tishiga muammosi bilan keladi. Biz bu patsientlarimizga maslahat beramiz 3D rentgen apparatiga tushishini. Lekin ko'pchilik qarshilik bildiradi, chunki nimaga kerak? Men bu tishim bilan keldim, misol siz menga hamma tishimni rentgen qilyapsiz degan savollar bo'ladi. Lekin bu noo'rin. Biz rentgen qilganimizda shunday holatlar bo'lgan, patsient boshqa tishi bilan murojaat qilib kelganda jag'ini bir qismida boshqa xil belgilar, masalan, kistozni kista obrazovaniyalar, ya'ni suyak yiringlashigacha bo'lgan jarayonlarni, diagnozlarni qo'yib berganmiz. Shunda patsientlarimiz ko'pisi xursand bo'lib ketgan. Masalan, og'izdagi boshqa muammolar borligini o'zi patsient bilmaydi ba'zi hollarda. Rentgen diagnostika qilganimizdan so'ng ko'p narsalar ko'rinib qoladi. Biz buni patsientga tushuntirib bera olamiz. Faqat biz bu rentgenga ko'pincha suyakdagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Keyin chakka pastki jag' sohasidagi, ya'ni височно-нижний челюстной sustav deydi-ku, bo'g'im sohasidagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Gaymerovoy pazuxadagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Shunday vaqt bo'ladiki, gaymaritda odontogenni, ya'ni tish bilan bog'liqlik o'zgarishlar bo'ladi. Shularni ko'rib aytib berishimiz mumkin, diagnostika qilib. Bu 3D rentgenda biz nafaqat stomatologiya, balki lor organlarini ham, gaymerovoy pazuxalarni, ular bilan bog'liq, tish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni ko'rib, davo rejalarini tuzib berishimiz mumkin. Bolalar stomatologiyasida kelsak, rentgen qilganimizda 2D rentgeni ham bor. Shu Maritani 2D rentgenda biz doimiy sut tishlarining tagidagi doimiy tishlarning rivojlanishini ham ko'rib tekshirib bera olamiz va bolalarda prikus o'zgarishlarini ham ko'rib bera olamiz. Ko'p patsientlarimiz ko'p nurlanamiz degan fikrlar kelib chiqadi. Bu aslida noto'g'ri. Bizda maxsus bu o'zi pokoleniya, oxirgi pokoleniya, Yaponiyaning shu Marita rentgeni bu juda ham oxirgi pokoleniya, yangi pokoleniya. Bunda nurlanish juda ham kam. Baribir ham biz patsientlarimizga maxsus fartuklar yordamida kirgizib rentgen qila olamiz. Fartuklarimiz bor. Biz rentgen qilishdan oldin bemorlarimizdan taqinchoqlarini, ziraklarini, qo'l telefonlarini olib qolishni talab qilib qolamiz. Biz rentgen qilishdan oldin bemorlarimizga maxsus himoya fartuklarini ham kirgizamiz. Biz barcha bemorlarimizga 3D rentgendan o'tishni tavsiya etamiz. Chunki bu sizga to'g'ri diagnoz qo'yishda va to'g'ri davo rejasini tuzishda juda ham yordam beradi.